Mening balam 8-ayning 11-kunidan boshlab qizib, kanatlarga iltimos qilib, kanatlarga deb uyda ukollarni soldirib, oxir bu bolaning ahvoli og'irlab, yez doktorxonada ukollarni soldirib, bolaning qizmisi faqat tushmay, yutilib, texmi ahvol og'irlashib, oxir mushinchik holatga tushib qoldi. Shuna bilan yez doktorxonadagi doktorlar bolaning ahvoli og'ir, cho'ngroq yerga yetkazaylik, bizning bu yerda tekshirish sharoitlari yo'q, bolaning nari og'riyotganini biz bilmadik deb Nohi doktorxonaga iltimos qilgan, lekin Nohi doktorxonaning biz og'riq olamaymiz deb rad qildi. Shuna amalning yo'qidan balni yondirib chiqib uyda bir oyga yaqin ukollarni soldirdik. O'tirliqda 5-6 kunda yaxshi bo'lib qolgan bu bola keyin yana og'irdi. 9-ayning 10-kuni doktorxonalar og'riq qilyotdi degan uchurni anglab yana iltimos qildim. Yana bir qitim iltimos qilib boqay deb yana iltimos qilsam yana og'riq olamaymiz. O'zing shu turishliq yerda davolatgan bir amal qilgan deb yana rad qildi. Yo'l ichilg'icha saqlab boqaydi deb shuni sevir diqqatlik bilan saqlab boqsam oxiri bu bola yana bulanmay qizimiz 40 gradusdan faqat tushmadi. 3 kun uda shunda qizidi. Oxir bo'lmaganimdan to'xtab tura jon qutqizish muhim bir bolani beqib buncha cho'ng qilmoq oson emas. Yana bir qitim o'rnib boqay deb ko'ch kadrimizga bolamni cho'ngroq yerga olib bir tekshirib boqaysam nimda deb bo'lgan deb iltimos yezib qildim. Qizim tushkich saqlab boqdim, saqlasam yo'q. Oxir chidamaganimdan Weibo uchur yozdim. Weibodan yordam so'rab rahbarlardan uchur yozgandan keyin bir bola telefon qildi, bo'lgan ahvolni men dedim shuna bilan birdan kelam kanatdan mashina yez doktorxonaga keldik. Yez doktorxonaga kelsak yana Nohi doktorxonaning og'riq olmayman degan ish qilib ching turib uni deb buni deb mishlaning ko'ziga set ko'rinib yurib oxiri yez doktorxonaning mashinasida keldik. Nohi doktorxonaga bolamiz qo'rlashib bolaning qizimiz yana izchil tushmadi. Qon tekshirib CT'larni tekshirish orqali bolaning qonining masalasi, suydik yo'lining masalasi ancha yaxshi chiqmadi. Biz bu yerda uni davolash ib boramaymiz. Cho'ngroq yerga yetkazsak bo'lmaydi, bo'lmaydi deb bo'pti. Mayli cho'ngroq yerga yetkazib bolamga ozroq o'zim davo bo'lib qolar deb shunda xabar kutib o'tirsam bu atiyin kirib bolani yetkazib bo'lmaydi ekan. Bolaning xizmat natijasini nachar chiqib o'pti. Shunga hech qanday doktorxonaning bunda og'riqni olmaydi ekan. Mishayda ukol dorilarni soldigan bo'ldik. Sirtdan ukol akirmiz. Hiynanga usul tayyorlab qo'ygan. Dedi uni doktorxona ichidan ko'tamaydi. Doktorxona hisobot ayrim o ukolni sirtdan akirib sog'izmiz deb. Sirtdan akirgan o ukolga pulni o'rnini qilamiz bo'pti. Bu bola 3 oy og'irdi. O'ylab beqinglar 3 oy bir kichik 5 yosh kirgan bir bolaning 3 oy jarayonida 40 graduslik qiziqlikqa mushu bola bardoshlik berdi. Uningdan sirtdagi boshqa og'riqlar uchun injiqlab yetib ketdi. Bejar bolam bu bolaga qarab memmi bir holda aşınçık derece bo'lib ketdi. Kechikimiz uyqu yo'q, bolaning beshida o'tirmiz. Balkim 3 oydan yo'q bu bolani doktorxona vaqtida kelgan bo'lsam, bujilik og'irlashib ketmas bo'g'idi. Maqitdan bo'lsam bir amallarni qilib keldim. Agar bu qitdim kelmagan bo'lsam, men bolamdan balkim og'irlik qilishi mumkin bo'g'idi. Ish qilib o'yishlan o'ylagim yo'q. Bilib desek bek gapchiq, boshqa gap qilganim yo'q. Shu bolamning bildiroq yaxshi bo'lib ketishini umid qilma. Men uchun bo'lsin bildiroq yaxshi bo'lib ketgan bola.